Hozir ko'pchilikni qiziqtirib qo'ygan mavzu bu oltinga pul tikib yaxshi foyda ko'rish. Lekin shoshilmang. Siz oltinga pul tikib ertaga sotadigan bo'lsangiz yaxshi daromad ko'ra olmaysiz. Chunki oltin ham xuddi dollarga o'xshash aktiv. Ya'ni siz bankdan sotib olgan narxingizni bankka qaytarib sota olmaysiz. Masalan, bugun siz oltinni 10 grammini 10 millionga sotib oldingiz deylik. Ertaga yo 2-3 kundan keyin sizga pul kerak bo'lib qolib, uni bankka olib boradigan bo'lsangiz, bank sizdan 1% dan 4% gacha bo'lgan chegirma bilan oltinni qaytarib sotib oladi. Bu degani 10 millionlik oltiningizdan 9 million 600, 9 million 700 dagi qaytarib sotib oladi. Demak, siz 2-3 kun, 1 oy ichida sotadigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan foyda qilmaysiz. Zarar qilib qolishingiz ham mumkin ba'zi hollarda. Va yana shunga alohida e'tibor bering. Oltin maxsus qadoqda bo'ladi. Bu uni sertifikat hisoblanadi. Agar bu qadoq tirnalsa yoki qanaqadir shikast yetadigan bo'lsa, bank chegirma qiladigan foizini yana ham kattalashtiradi. Bu degani siz yana ham arzonroqga sotishingizga to'g'ri keladi. Ba'zi hollarda bo'lsa, qadog'ingiz shikastlangan bo'lsa, ekspertizaga jo'natiladi. Bu 20 kungacha bo'lgan vaqtga cho'zilishi mumkin. Oltin bu kelajak uchun yaxshi sarmoya, lekin uni qadog'ini mustahkam saqlash, qadog'ini yaxshi holatda saqlash bu siz uchun katta vazifa hisoblanadi. Agarda siz uyingizda bu qadoqqa saqlaydigan bo'lsangiz, qattiq nazoratda saqlashingiz kerak. Yoki boshqa yo'li bor, bank yacheykalarida saqlashingiz ham mumkin. Lekin bu siz uchun ortiqcha xarajat. Oltin olmoqchi bo'lsangiz, uzoq muddatda mo'ljallab turib oling. Chunki 1 oy, 2 oyda sotadigan bo'lsangiz foyda emas, ko'p ehtimol bilan, katta ehtimol bilan zarar ko'rishingiz mumkin. Yaxshi foyda qilmoqchimisiz? Kamida qo'lingizda bu olgan oltiningizni 1 yil ushlab turing. Salomat bo'ling. Ana endi oltin ovursangiz bo'ladi.